Dadam o'rtoqlar sochimni shunaqa rangga bo'yadim deb hozir erimga prank qilmoqchiman ishdan kelishlariga. Reaksiyalarini ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Ro'molimni yechib tashlayman, undan oldin ketdik. İşten kelişlerini kutub yarım soat vaqtimiz hozir shu yerda. Kutyapman. Assalomu alaykum. Yibile bu kim edi bu? Qodir Ali? Ya adashib qoldim shekilli. To'g'ri keldingiz. Qalay yarashib. Chiroyli yarashibmi? Bo'yatib keldim bugun borib. Yecho, farqing bor. Qanaqa parik adasi? Bugun siz telefon ko'tarmadimi boya? Salonda edim o'sha vaqtda. Ha, sochim bo'yatayotgan edimda. Sizni urishadi deb telefonni ko'tarmadim atang. Nima? Qanday tortib ko'rish? Yo'q, tortib ko'rib bo'lmas ekanda, yangi bo'yalgan soch to'kilib ketadi. Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Oching. Nima? Yarashibdimi o'zi? Ay, o'zimcha aylandi. Asabim buzildi. Nima asabiz buzilar? Bo'yatgim keldi, bo'yatdim. Bu mening shaxsiy fikrim, shaxsiy chegaram. Siz o'tishga haqqingiz yo'q. Chegarangizni hozir yo'qitdi sen. Tushundingizmi? O'xshamadi. Asabim O'xshamadi. Juda xafa bo'ldim, o'xshamadi. Ey! Chihuahua deyapman.